Azizlar, videoni davom etamiz. 8100 somon mana bu g'unojinni, 8400 somon mana bu g'unojinni, 9200 somon bu g'unojinni savdo qildi. Bunisi yoshi 1 yoshlarga borib qolgan, ularni hali tish buzmagan g'unojin ekan. Bilan savdo qilaverasizlar. Boyagi alasigirni egasi. Nomeringizni yozib qoldiraman. Nomer shu 64 ga. Oxiri 64 lik tog'aniki ekan. Mana bu g'unojini ko'rsatib o'tamiz azizlar, mana. Voy bu qancha qilyapti uni? 10 ming so'm savdo qilyapti ekan. Savdo pishmayapti ekan. Mana bu yoqda yana sotilgan g'unojinlar. Azizlar, g'unojinlarning videosini to'xtatamiz. Endi Navoz bozoriga o'tamiz azizlar. Keyingi videoda aniq Navoz bozorlarini navorini ko'rsatib o'tamiz. Kanalimizga kirib videolarni ko'rishlaring mumkin tomoshabinlar. Xayr, salomat bo'ling. Videoni shu yerda to'xtatamiz. Navoz bozor kerak bo'lsa kanalimizga o'tib ko'rasizlar.